yoshgacha, kiradi qadidan yoshgacha, maydonda gashti boshqacha, kiradi qadidan yoshgacha, baqir chaqir hayyaray, chavardi yetarlatan kechgacha, baqir chaqir hay chavardi yetarlatan kechgacha, jigitning ori ko'p kari, qo'lini tag'i ko'p kari, ko'rganlar biladi hayyara, ammatar maydoni ko'p kari. Sulxon qarshi otlari, qo'yiladi tuya zotlari, xonalla qoladi zotini, ko'karida chavadi otini. Jigitning ori ko'p kari, qo'lini tag'i ko'p kari, ko'rganlar biladi hayyara, ammatar maydoni ko'p kari. Maybuloq bo'ri polvon. Omad. Ishlaydigan kun bugun. Davron polvon yutqazyapti. Davron polvon yakkalar. Başına bak ya. Zaten. Davron polvon jansh ko'rak ketsa. Bak hiyler ey. Buna düşünmeydi. Jamshid Ko'rak. Azlik tog'a. Jamshid Ko'rak kichkina Taysonga yutqazyapti. Kichkina Tayson ko'tarib bosdi. Kichkina Tayson bo'ldi. Bozlar, otlaring tayyorlab maydonga chiqaringlar. Ko'pkarimizni vaqti yaqinladi boshlaymiz. Pastga ayting polvonlar. Pastga yetib tashlab kelinglar pakani. Pakani pastga tashlab kelinglar. Oboring pastga. Pastga oboringlar pastga. Senga ehtiyot bo'ling polvon, ehtiyot bo'lib. Ehtiyot bo'lamiz. Pastga borib tashlab kelinglar bittalaring, muloyim marra e'lon qilamiz polvonlar. Pastga haydanglar, pastga. Haydang pastga. Pastga borib tashlanglar. Pastga borib tashlab kelinglar, muloyim marra e'lon qilamiz polvonlar. Maydondagi piyodalar, akalar. Maydonni bo'shatamiz. Tez akalarim, tez. Maydondagi piyodalar. Sizlarga aytyapman, maydondagi piyodalar. Maydonni bo'shatib qo'yamiz. Chiqing tashqariga, tez.
Qani, samonga eding. Samonga. Qabadini bersin. Bu takan olaylar, teginma polvon. Polvon teginma. Polvon teginma, takan olaylar xizmatdagi yigitlar. Omadlarni bersin. Mo'lay marramizga Samarqand katta qo'rg'onning polvoni Hasan polvon yoshimizli polvonlarimizdan Diyor polvonning farzandi omadini bersin. Atoqli qo'chqardi zoti. 100 ming so'mni bering. Katta qo'rg'ondan Farhod fermerning Pantera nomli otlari bilan, yangi otlari bilan Mo'lay marramizga 100 ming so'mga Hasan polvon tashladi. Diyor polvonning farzandi omadlarini bersin. Qani, polvon otbozlar, ot mingan akalar. Takan olib kelinglar baqa. Olib keling takani. Polvon otbozlar, ot mingan Traktor sal chetroq olasizda, traktor. Barcha polvonlar, ot mingan yigitlar, hammalaring 100% sartaqa kelinglar. Mana to'y sohiblari astoydil, xulus niyat bilan polvonlarda, otbozlarda otga ixlosmand bo'lgan insonlarning duosini olaman deb yaxshi niyat qilib mana shu maydonga barchalarini jamlagan. Kelinglar, pastdagi polvonlar, endi hammalaringni hozir nom-nom aytaman, ismlaringni aytaman hozir bittama-bitta. Kelinglar. Farruh, Jo'libora, bitta-bitta aytib chiqaman hozir. Bo'rini chaqiring, bo'rini. Shahzod Bo'ra. Hammalaringni aytmaganimcha kelmaysizlarmi? Chartoqayding hammangiz. Polvonlar. Lekin haqiqiy polvon. Haqiqiy o'tganga berildi. Ey, Orifboyda mashhur ataman, yangi ataman bilan mashhur Dasida ali. Mashalloh. Ko'z tegmasin. Pastdagi polvonlar, hammalaringni aytib chiqaman hozir ismlaring bittama-bitta. Xo'p, akajon, xo'p, rahmat. Qani? Pastdagi polvonlar. Bo'ri polvon, ayda. Kelinglar. qo'y maniga. Ey, ular pastga qo'yib. Biga otga aloq beradi. Otga qo'ymayman. Qo'y Piyodalar maydonni boshlatib qo'yamiz. Akalar, iltimos sizlardan. Assalomu alaykum, hurmatli polvonlar, otbozlar, uloq ko'pkari ixlosmandlari, hurmatli yurtdoshlar, zamondoshlar.
Xush kelibsizlar azizlarim. Respublikamizda sayqali bo'lgan, respublikamizda eng sanoatlashgan viloyatlaridan biri Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumaniga Yangiobod mahallasi Ko'mir qishlog'ida o'z mehnatlarini ortidan el ichida hurmat topgan, obro' qozongan xonadon sohiblari Alixonovlar xonadoniga xush kelibsizlar. Bugun Alixonov O'lmasxon Eshon bobomiz, Olovxon Eshon bobolarimiz yaxshi niyat bilan farzandiga Baxtbekni Payg'ambarimiz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lishlari munosabati bilan o'zbek milliy xalq o'yini qolaversa hozirgi kunda sport turiga aylantirilgan mana shu uloq ko'pkarini tashkil qilib, mana shu maydonga barcha otboz polvonlarimizni taklif qilib, elda yurtni duosini olaman, ko'pni duosini olaman deb yaxshi niyat qilgan ekan. To'y xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin, to'ylari qutlug' bo'lsin. Bugun xatna bo'layotgan Payg'ambarimiz Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'layotgan mana shu Baxtbek ukamizni ham Alloh umrlarini uzun, rizqlarini butun qilsin. Unib, o'sib, ulg'ayib, elga, yurtga, vatanga xizmat qiladigan, dinga, shariatga, islomga xizmat qiladigan, eng muhimi ota-onasini hurmat qiladigan, qavm qarindoshiga rahmat keltiradigan ajoyib inson bo'lsin. Ko'pda ichida Xizr bor dedi. Kelinglar, ko'pchilik bo'lib niyat qilamiz. Yaxshi tilaklar bildirilganda, yaxshi niyatlar, istaklar tilanganda ichinglarda ilohi amin deb qo'ysanglar, inshaallohi karim duolarimiz ijobat bo'lsa. Mana shu bugun xatna bo'layotgan Baxtbek to'y bolamiz unib, o'sib, ulg'ayib kamida yurtga podsho, Makkaga imom bo'ladigan inson bo'lsin. Endi hurmatli mehmonlar, otbozlar, polvonlar, mana shu bugungi tadbirimizni ochib berishlik uchun Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Uloq Ko'pkari federatsiya rahbari ustozimiz Erkin aka Qodirovga navbat beramiz. Qonun qoidalarni tushuntirib, albatta to'y sohiblarini tabriklab, qutlab, qonun qoidalarni tushuntirib, ko'pkarimizni ochib beradi. Undan keyin esa Eshon bobomizdan bir duoni qilamizda ko'pkarimizni boshlaymiz. Marhamat Erkin aka. Assalomu alaykum, hurmatli chavandozlar, ko'pkari muxlislari. Mana Solixon Eshon bobomni silolasi, Alixon Eshon bobomning farzandlari bir katta ko'pkari qilib turibdi. Ko'pkari qoidalarini juda yaxshi bilasizlar. Hozirgi kunda ko'pkariga juda e'tibor kuchli bo'lyapti. Sizlar faqat qonun qoidani buzmasdan chiroyli qilib chopasizlar degan umidamiz. Har kuni takrorlaymiz, har ko'pkarda aytamiz. Birovda uni ushlab bulog'ini tartib olmaysan. Aylantirish yo'q, yetalash yo'q. Piyodaga chiqib ketdingmi, bekor uloqni tashlab kelganingga foydasi yo'q. Mana hozir bu devon bo'ygini qo'ydik. Nima deyapti? Lutfulla ukamizni qo'ydik, ko'pkari chop yuradi. Hammalaringga omad tilagan holda sizlarga sog'lik, salomatlik. Mana shu Alixon Eshon bobomning navaralari ham bir ulug' insonlar, bobolarday, otalarday ulug' insonlar bo'lishiga tilakdoshman. Hammalaringga omad tilayman. O'ynab kulib uylaringga boringlar. Eshon bobo bir chiroyli o'tganlarning arvohlariga bag'ishlab chiroyli bir tilovat qilib borasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la quwwata lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad va alihi va ashabihi va ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum. Palvonlar, muxlislar, hojibolar, mana uzoq yaqindan kelgan mana O'lmasjon ukamiz bugun elga yurtga osh berib, xalqni, palvonlarni chaqirib, hojibolarni chaqirib bugun duo talab, duo olmoqchilar. Endi bekorga eskilar aytmaydi og'aylar, yomg'ir bilan yer ko'karadi, duo bilan el. Biz sizni bizni chaqirib bugun duomizni olishligi uchun bugun O'lmasxon elga sizni o'zlarini chaqirgan. Kelingizlar, mana shu o'g'lim olim bo'lsin, katta bo'lsin, baxtli bo'lsin degan niyatda bugun elga osh berib, bugun ko'pkari beryapti. Kelingizlar, mana o'tganlarimiz bor, hammamizni. Mana bu o'g'illari iloyim beradigan, ko'pkari beradigan o'g'illari O'lmasjonning farzandi, katta yigitlar bo'lsin. Mana Salohiddinjon o'zi yaxshi duo qilib qo'ydi-ku.
Salohiddinjonda olta o'zi so'z bosyapti. Bu duoni ham chiroyli qilib qo'yadi, Qur'onni ham chiroyli o'qib qo'yapti. Ma'ruza qilsa endi uncha-muncha davomlarga dam beryapti. Salohiddinjonda ishlariga ham Alloh barakasi bersin. Mana bugun xizmatda yilda yuribdi. Ustida xizmatda yuribdilar. Ilohim Salohiddinjonda ham ishlariga, ishlarga Alloh baraka bersin. Xonadonlarga tinchlik, topganlarga, yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Bolalarini katta yigit qizlar bo'lsin, elga, yurtga xizmat qiladigan insonlardan bo'lsin. Mana shu elga xizmat, to'ylarga xizmat qilib yuraversin Salohiddinjon. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adabun 'adhim. اللهم ربنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى يوم اللهم قرآن كريم وجل ونور وهدى ورحمة اللهم زكي نسينا اللهم شفاعتي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إلهim Parvardigor mana shu o'qilgan turatqondan hosil bo'lgan samaradan Payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruhlariga xosatan mana o'tib ketgan ota-bobolarimizni, akalarimizni ruhlarini shod yo'llari manovar etgan jannatda bo'lsin. Qilaydigan ihsonlarni Alloh dargohida qabul maqbul aylasin. O'lmas jonda ishlariga, ishtiqollariga Alloh baraka, xonadonlariga tinchlik, topganlarini yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Kelin bilan to qiyomatgacha eng baxtli oilalardan bo'lishni Alloh nasib qilsin. Bolalari katta yigit qizlari bo'lsin, elga, yurtga xizmat qiladigan ulug' insonlardan bo'lsin. Tanjonlari sog'lomlari uzoq bo'lsin, duoga qo'l ko'tarib o'tirganlardan xonadonlarida katta to'ylar, yaxshi kunlar ko'p bo'lmaligini Alloh nasib ro'za aylasin. Ilohim Parvardigor ko'rklarimizni yaxshi o'tsin. Palvonlarimizga hammasiga omad, sog' omon chopishlarini, sog' omon uylariga qaytib ketishlikda Alloh nasib ro'za aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahim. Allohu akbar. Ana rahmat Eshonbo. Endi palvonlar ketmay turinglar. Mana to'y sohibi Eshonbomiz O'lmasxon Eshonbomiz bir yaxshi niyat qilgan ekan. Elda, yurtda ko'pni duosini olaman, shuning bilan birgalikda bir qator insonlarga sarpolar kiydiraman deb niyat qilgan ekan. Kattaqo'rg'on tuman Uloq Ko'pkari federatsiya rahbari ustozimiz Erkin aka Qodirovga bir sarpo kiydirish niyat qilgan ekan. Qolaversa, mana shu Kattaqo'rg'on tumanidagi faxriy polvon Shuhrat akam qani? Kattaqo'rg'on Jizmon soyni polvoni Shuhrat Ko'rak polvon kelganmi? Yo'q. Shuhrat Ko'rak polvonni chaqiring. Shuhrat Ko'rak polvonga mana to'y sohibi sarpolar, to'nlar qo'ygan ekan. Qolaversa Rustamxon Eshon bobomiz. Rustamxon Eshon bobo keling. O'lmasxon Eshon bobomizning tog'alari. Rustamxon Eshon bobo. O'zi kelmaganmi Shuhrat ekan? O'g'li bo'lsa ham kelaversin. O'g'li Jo'rabek kelganmi? Jo'rabekka. Jo'rabek ham kelmagan bo'lsa, Alisher kelsa ham bo'lar, shogirdi kelsa ham. Jo'rabek sherdami? Shuhrat aka sherda emasmi? Ha. Akasi yetkazib qo'ysa, mana Alisher ustozi soyasida taka sogani kamlik qilganda choponni ham kiyib ketyapsan. Muborak bo'lsin. Mana shu ustozingning yoshiga kirib ham elda olqishi bilan chiroyli maralar qilib yurish nasib qilsin akajon. Qani Rustamxon Eshonbobomiz keldimi? Keling Eshonbo. Mana to'y sohiblari sarpo to'n niyat qilgan ekan. To'nlar muborak bo'lsin. To'nlar qulluq bo'lsin. Endi hurmatli chavandozlar, mana shu yurtimizda bir chiroyli palvonlarga azob bermasdan, to'y egalariga azob bermasdan bir chiroyli olib boryapti. Salohiddin ukamizga ham bir chopon yopsak nima deysizlar?
Ma'qulmi? Bitta chiroyli chopon yopib, bitta guldiroz qasoqlaringiz bilan to'ylarni boshlab yuboramiz. Tabrik. Sizga omad, Odillarning operasi degan umiddaman. Rahmat, rahmat. Mana shu ko'pkari ham hurmatli polvonlar, ko'pkari ham ehsonning bir turi. Mana shu polvonlarga salom berib, polvonlarni duosini olish maqsadida qilayotgan ko'pkarimiz ham ehsonning bir turi. Mana shu xonadon sohiblaridan Alloh rozi bo'lsin. Birlariga ming, kasb-korlariga barakat bersin. Xonadonlariga, tijoratlariga, chorva dehqonchiliklariga g'oybidan halolidan barakatlar yog'dirsin. Polvonlar qonun qoidadan tushundinglar. Bizni ikki yonimizga o'tmaysizlar. Ikki yonimizga, bizni ikki yonimizga o'tmaysizlar. Qolganini mana Diyonbekga tushuntirdik polvonlar. Qonun qoidani bilasizlar, hammalaringga har ko'pkarni tushuntiramiz. Endi ko'pkarimizni boshlaymiz. Yigitlar, taka tashlaydigan yigitlar. Taka tashlaydiganlar. Akalar, takani 100% yerga tashlaysizlar, tushunarlimi? Eshonbom hech kimni to'yiga borib bitta solim olib kelmagan, hech kimdan qarz bo'lmagan. Agar qarzi bo'lsa ham mana shu chartoqqa chaqirib e'lon qilib beramiz, chiroyli qilib. Lekin traktordan ildirish bo'lmasin. Sabab ildirsa bekor qilasiz, deyolmagan. Meni ko'zim ko'rsam bekor qilaman. Mana shu orzularni amalga oshirish mana shu taka tashlaydigan yigitlar sizlarda ham qo'llaringda. Shuning uchun 100% yerga tushsin. O'rbaka. O'rbaka. Qani, traktor haydang. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Yangiobod mahallasi Ko'mir qishlog'ida yashovchi, o'z mehnatlarining ortidan obro' topgan, hurmat topgan, el ichida hurmat qozongan xonadon sohiblari Alixonovlar ko'pkarisi boshlandi polvonlar. Qani? Haydang traktor. To'g'riga bitta joyga tashlaysizlar, traktordagilar. Otlarda sarson qilmanglar. Suyunchisi bor. Davom etyapti. Bir sarka bilan boshlandi. Alixonovlar ko'pkarisi. Alixonov O'lmasxon Eshonbomiz, Olovxon Eshonbomiz qolaversa, O'lmasxon Eshonbomizning farzandi Baxtbek to'y bolamiz ko'pkarisining birinchi marrasi bir sarka bilan boshlandi polvonlar. Harakat qilinglar, Alloh quvvat bersin. Fazliddin akamiz mana vatanjonlarni olib kelgan. Qani ko'tarildi polvon, mahkam bo'ling, bir sarka. Qani halollang polvon, oxirigacha mahkam bo'ling. Qani birinchi marramiz ko'tarildi. Maydon markazidan shiddat bilan chiroyli kelyapsiz polvon, mahkam bo'ling, oxirigacha halollang. Qani omadini bersin. Ana shunday solinglar polvonlar. Diyonbekga ham ish qoldirmanglar. Omadini bersin. Samarqand Kattaqo'rg'onni taysini. Boltabekda taysini, omadini bersin. Tayson polvon. Ozod buvamizning o'g'li Tayson polvon omadini bersin. Jasur polvon, Tayson polvon omadini bersin. Boborahim akamizning Kattaqo'rg'on markazidan Boborahim akamizning otlari bilan Tayson polvon birinchi marramizga bir sarkaga tashlab omadlarini bersin. Tayson. Bir spalni ko'rpa usti 100 mingga tashlab kelaverasiz. 9 spalni ko'rpa polvonlar, harakat qilamiz. Omadlarni bersin birinchi marramizga Kattaqo'rg'on markazidan. Markazidan Boborahim akamizning otlari bilan Tayson polvon, Boltabekning polvoni. Qani piyoda qoch. Qani ko'tarildi polvon, ikkinchi marramiz. Qani ko'tarildi polvon, ikkinchi marramiz, mahkam bo'ling. Maydon markazidan. Qani mahkam bo'ling polvon, halollang. Qani oxirigacha halollang polvon, mahkam. Piyoda qoch. Piyoda qoch. Qani mahkam bo'ling polvon, oxirigacha. Qani choping polvon, choping.
Oxirigacha mahkam bo'ling polvon. Traktor tezroq oling, tezlashtirib oling traktor. Qani, mahkam bo'ling polvon oxirigacha. Bo'z, taqin bo'z, Sodiq. Qani halollang polvon oxirigacha mahkam. Qani mahkam polvon. Qani. Qani oxirigacha mahkam bo'ling polvon. Qani mahkam bu polvon. Qani keldi. Omadini bersin. Ikkinchi marramiz. Bir spalli ko'rpa 100 ming so'm. Polvon omadini bersin. Sodiq polvon. Ikkinchi marramizga bir spalli ko'rpa 100 ming so'mga Sodiq polvon tashladi. Hamid aka, iysiz. Bir og'izdan Hamid akamizning Mustang nomli otlari bilan Katta Qo'rg'on bir og'izdan Hamid akamizning Mustangi bilan ikkinchi marramizga bir spalli ko'rpa 100 ming so'mga Sodiq polvon. polvon ikkinchi marramizga tashlayapti. Qani, traktor haydang. Polvonlar harakat qilaverasizlar. 3-marra solimi. Mashhur Ataman. 3-marramiz ham bir sarki 100 ming deb tashlab kelaverasiz. Harakat qiling polvonlar. Bir sarki 100 ming so'm. Alloh bildirdi polvon mahkam bo'ling. Qani 3-marramiz bir sarki 100 ming so'm ko'tarildi. Abdulla polvon. Qani halollaysiz polvon oxirigacha mahkam bo'ling. Chaqat edi polvon Abdulla. Qani mahkam bo'ling polvon oxirigacha halollang. Mahkam bu Abdulla. 3-marramiz chopilyapti. No'lavoy marramizga Katta Qo'rg'onning yosh polvonlari, Diyor polvonning farzandi. Doston polvon. Qani Abdulla. Hasan polvon No'lavoy marramizga tashlagandi. Qani Abdullada hali. Qani kelding polvon oxirigacha mahkam bu. Qani halollaysan bir sarki 100 ming soliming bor polvon mahkam bu. Qani kelding polvon. Omadini bersin. Abdulla. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. Abdulla polvon. 3-marramiz bir sarga 100 ming so'm berasiz polvonga. Chaqat edi Abdulla polvon. Abdulla polvon omadini bersin. Abdulla polvon Chig'atoyni polvoni. Hamid aka Esizchining Qoraqush nomli otlari bilan. Hamid aka, tabrik. Hamid akamiz Esizchi Hamid akamizning Qoraqush nomli otlari bilan bir sarga 100 ming so'mga Abdulloh polvon tashladi, omadlarini bersin. Qani, navbatdagi marra solimi yana bir spalli ko'rpa 100 ming deb tashlab kelaverasiz. Qani ko'tarildi polvon 4-marramiz. Bir spalli ko'rpa 100 ming ko'tarildi. Oltinbek polvon. Qani polvon mahkam bo'ling. Maydon markazdan chiroyli kelyapsiz shiddat bilan. Oltinbek polvon. Qani choping polvon. Qani mahkam bo'ling polvon oxirigacha halollang. Qani mahkam polvon mahkam. Qani mahkam bu polvon oxirigacha mahkam. O'tib ketding polvon. Qani qayta harakat qil. Oltinbek polvon mahkam bu. Qani oltin polvon mahkam bu. Qani halollaysan polvon oxirigacha mahkam bu. Baxtiyor raisning o'g'li Oltinbek polvonda taka. Qani Oltinbek mahkam bu. Taka tortishmadi. Taka termadi. Qani halollaysan polvon. Qani oxirigacha mahkam bo'lasan polvon. Qani mahkam bu polvon mahkam bu. Qani mahkam. Qani mahkam bu polvon oxirigacha. Qani halollaysan polvon oxirigacha. Qani Alloh kuch-quvvat bersin Oltinbek mahkam bu. Qani Oltinbek mahkam bu. Mahkam bu oxirigacha mahkam bu. Alloh quvvat bersin. Qani mahkam bu polvon. Tashqaridasan hali tashlama. Qani mahkam bu mahkam. Mahkam bu polvon oxirigacha mahkam bu. Qani mahkam bu polvon oxirigacha. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Aka. Alo aka. Omadini bersin. Qancha bo'lsa tort dedi.
Omadini bersin. Oltinbek polvon Baxtiyor raisning farzandi Oltinbek polvon. Dadasi Baxtiyor raisning yangi otlari bilan Erkatoy nomli yangi otlari bilan Oltinbek polvonga bir spalni ko'rpa 100 ming so'm berasiz. Omadlarini bersin Oltinbek polvon. Mana shu o'zi bizni Navoiyda, Samarqandda katta qo'rg'onida qoldi o'z taka tortishma, to'g'rimi? Ko'pkarimiz tortishma bo'ladi. Ana shunday Oltinbek, takani makkan bo'z, o'zingga ishonasanmi, tortgan polvonni betiga qarama, polvonlar. Mana Oltinbekni ko'zimizning o'ngida. Mana shu chartoqda oldi, qancha tortib ko'rdilaring. Polvon ana shunday mard bo'lish kerak. Tortma, qo'y, sherik degan narsani gapirmaslik kerak polvon odam. Qancha bo'lsa tort desin. Qani, chopamiz polvonlar. Qani, yana bir spalni ko'rpa 100 ming deb tashlab kelaverasiz. Harakat qilinglar polvonlar. Bugun Samarqand viloyatining Katta Qo'rg'on tumanida Sodiq Dasidaniyaminiki. Yangiobod mahallasida Ko'mir qishlog'ida Alixonovlar xonadonida bugun quvonchli kun. Alixonov O'lmasxon Eshon bobomizning, Olovxon Eshon bobomizning xonadonida bugun quvonchli kun. Bir necha yillik orzulari ushalgan kun. Bugun xatna bo'layotgan Payg'ambarimiz Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'layotgan mana shu baxtbek to'y bolamizni ham Alloh umrini uzun, rizqini butun qilsin. Mana shu xalqimizga naf tegadigan, yurtimizga xizmat qiladigan, xalqni dardi bilan yashaydigan ajoyib inson bo'lsin. Qani, choping polvonlar. Baxtbek Ko'pkarasining 5-marra solimi bir spalli ko'rpa 100 ming so'm bilan davom etyapti. Qora. Qani keldi yuqori makkan bo'ling polvon, oxirigacha halollang. Qani Jamshid polvon, Jahon polvonmi? Qani? Jahon. Qani makkan bu polvon, qani kelding. Qani Samarqand Katta Qo'rg'on sho'rini polvoni Jahongir polvon dadaga. Orqaga o'tmang polvonlar. Bo'ldi bekor. Yosh umidli polvonlarimizdan Samarqand Katta Qo'rg'on sho'rini polvoni Jahongir polvon chiroyli bosib keldi. Endi taka tortishmada orqaga o'tib ketdi. Qonun qo'ydi hamma uchun bir. Jahongir ber takani traktorga. Omadini bersin. Qani traktor tezlashtirib oling. Jahongir polvon chiroyli bosib keldi. Endi taka tortishmada orqaga o'tib ketdi. Qonun qo'ydi hamma uchun barobar. Polvonlar, har bir sport o'zini qonun qoidasi bilan chiroyli polvonlar, o'zini qonun qoidasi bilan go'zal. Shu sabab Dashi bizga burilib ham qaramadi. Otasiga rahmat, mana shunday polvonlarda tarbiyalayotgan ota-onalari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Ana shunday polvonlar, polvon mana shunday mard bo'lish kerak, polvon mana shunday tanti bo'lish kerak. Bekor dedikmi, demak bir sabab bor. Hech qachon biz qasddan solimingni bekor qilmaymiz polvonlar. Qonun qoida buzildimi? Belgilangan chiziqdan orqaga o'tdingizmi, biz bekor dedikmi, mana shunday takani tashlab indamay ketaveringlar polvonlar. Jahon. Qani harakat qilamiz. Choping polvonlar, chopinglar, Alloh quvvat bersin. Qilyapti ekan mana shu ukamizdan ham, jajji shogirdimizdan ham bir yaxshi tilaklarni eshitamiz. Qani shogird mana. Sodiq aka, choping aka, tashlang. Davay, bo'lsin, Yazdon buvamizni otlari bilan ko'rsating bugun. Teshavuan o'g'li Davron aka, muxlisizmi aka? Tashlang, davay. Rahmat. Bo'lsin, qamchilang. Mana bitta qarsak bo'lsin. Endi shogird bunday. Agar sen rostdan ham Ko'pkariga raislik qilaman desang, bironta polvonga balet qilma, bironta polvonga muxlis bo'lma, maylimi? Omading bersa, Alloh umrini uzun, rizqini butun qilsin. Ilohim mana shu yurtni koriga yaraydigan, yurtga xizmat qiladigan ajoyib yigit bo'lsin. Bitta qarsak bo'lsin mana shogirchaga. Omadini bersin. Qani, harakat qilinglar polvonlar. Chopinglar. Ism salom kelgan Elektrosetdan Hasan akamizdan 200 ming so'm salom kelgan. Qani ko'tarildi polvon makkan bo'ling. Sodiq polvon Dasidaniya. Qani Sodiq polvon makkan bu. Qani Sodiq polvon makkan bu, oxirigacha halollaysan. Qani makkan bu Sodiq polvon. Qani halollaysan Sodiq makkan bu.
O'rmagan dasida. Qani Makkan bu Sodiq polvon Makkan oxirigacha qani kelding Sodiq. Omadini bersin Sodiq polvon. Hozirgi 5-marramizga bir spalli ko'rpa 100 ming solim berasiz Sodiq polvonga. Omadini bersin. Birog'izdan Orif akamizning Dasvidaniya nomli otlari bilan Samarqand katta qo'rg'on birog'izdan Orif akamizning Dasvidaniyasi bilan Sodiq polvon tashladi 5-marramizga bir spalli ko'rpa 100 ming so'mga. Traktor tagan oling, bir sarka deb tashlab kelaverasiz. Bir sarka deb tashlab kelaverasiz. Buxoro viloyatining Shofirkon tumaniga, Chandir eliga Ko'pkariga o'taverasizlar. Ertaga Buxoroda Katta Qo'rg'on Jarboshiga, Katta Qo'rg'on otbozlar yig'ma Ko'pkarisi Jarvoshi maydoniga o'tasizlar. Xudo xolasa Jarvoshida ham ajoyib Ko'pkar bo'ladi. 3-dekabr kuni 13-dekabr kuni Samarqand viloyatining Paxtachi tumaniga Ziyovuddin shaharchasi Qirg'guli qishlog'iga o'tasizlar. Qirg'guliga Xudo xolasa 13-dekabr kuni Paxtachi Qirg'gulida Tojboy rais bo'mizning Ko'pkarisi ajoyib Ko'pkar bo'ladi. Toy, tuyalik, tona, sarka, qo'chqorlik chiroyli Ko'pkar beradi. Rais bo'm Xudo xolasa astoydil niyat qilgan mana shu 13-dekabr kuni Paxtachida do'birlatib bir ajoyib Ko'pkar beraman. Elda polvonlarda ko'pni duosini olaman deb niyat qilgan. Xudo xolasa barchalaringni 13-dekabr kuni Buxoro viloyatiga G'ijduvon tumaniga barchalaring Ko'pkarga taklif qilamiz. Xudo xolasa bir akamiz yaxshi niyat qilyapti. O'zi tadbirkor, fermer. Qolaversa cho'pon, oldi sura qo'yi bor. Nasib bo'lsa, mana shu G'ijduvondagi chempionat to'ylardan birini beraman rais bu. Faqat jonliqqa choptiraman deyapti. 30-dekabr kuni Buxoro G'ijduvonga qani keldi polvon Makkan bo'ling. Qani keldi Makkan bu polvon. Bir sarga soliming bor. Qani halollaysan polvon oxirigacha Makkan bu. Qani Makkan bu polvon oxirigacha halollaysan. Qani Juluburi boz. Taqinlo juluburi. Qani halollaysan polvon oxirigacha Makkan bu. Qani Makkan polvon Makkan. Qani Makkan bu polvon oxirigacha halollaysan. Samarqand katta qo'rg'on yonboshni polvoni Jo'libo'ridagi qani Jo'li polvon Makkan bu. Qani Makkan bu Jo'libo'ri Makkan bu. Qani kirding qo'l ajratib tashla. Qani omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. Samarqand katta qo'rg'on yonboshni polvoni Jo'libo'ri omadini bersin. Jo'libo'ri hozirgi 6-marramizga bir sarkaga tashlayapti. Omadlarini bersin. Jo'libo'ri polvon Katta Qo'rg'onning yosh polvonlaridan Jo'libo'ri omadini bersin. 6-marramizga bir sarkaga tashladi. Katta Qo'rg'on yonbosh Jo'libo'ri polvon. Katta Qo'rg'on Jarvoshidan Jamshid akamiz zotlari bilan Keller nomli otlari bilan Katta Qo'rg'on Jarvoshi Jamshid akamizning Keller nomli otlari bilan Katta Qo'rg'on yonboshni polvoni Jo'li polvon omadini bersin. Jo'libo'ri qani texnika eding. Yana bir spalli ko'rpa 100 ming deb tashlab kelaverasiz.